Bu og'ir hadislar. O'zini musulmon bo'lmaganlarga o'xshatayotgan odam bizdan emas deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mana hali yozuvli futbolkalar kiyib olamiz, har xil yozuvlari bor. Nima deb yozilganini tushunasizmi o'shaga nima yozilganini? Ehtimol men havorayman deb yozib qo'ygandir. Chunki biji bo'lsa, ingliz tilida lotin harfida harflar bo'lsa, bo'ldi. Keyingi hadis Imom Termiziydan bu hadisdan Laysa minna man tashabbaha bi ghayrina la tashabbahu bil yahud wala bin nasara fa inna taslim al yahudi al ishara bil asabi' va taslim an nasara isharatun bil akuffi. O'zini bizdan boshqalarga o'xshatgan kishi bizdan emas. O'zingizlarda yahudiylarga ham o'xshatmanglar, nasroniylarga ham o'xshatmanglar. Albatta yahudiylarning salomi barmoq bilan ishoradir. Nasorolarning salomi esa kafti bilan ishoradir. Bular qo'lini ko'tarib qo'yadi, qo'li bilan barmoq bilan ishora qiladi, hech narsa demaydi. Ammo musulmonlar assalomu alaykum va rahmatulloh deydi. Bu qaytariqdan nimani tushunamiz? Biz musulmon bo'lmagan g'ayri dinlarga o'xshashga biz harakat qilmasligimiz kerak. Bu narsadan payg'ambarimiz man qilganmiz. Mumkin emas ularga o'xshash. Uzoqda bo'lsa bunday qilib qo'ysa tushunarli. Chunki eshitmaydi. Bunday qilib qo'ydingiz, chunki derazani orqasida turibdi. Ammo eshitadimi? Gapirishning iloji bormi? Assalomu alaykum deb qo'yaylik. Biz til bilan aytishligimiz shart. Til bilan aytishligimiz shart. Endi g'ayri dinlarga o'xshashlik masalasi. Ba'zi bir holatda umuman musulmon kishini na diniga, na xulqiga, na odobiga to'g'ri kelmaydigan kiyimlarni kiyib olganligini ko'ramiz. Lekin aytaverib zerikdik. Lekin sekin-sekin tuzalib kelyapmiz. Namoz o'qiyotgandagi kiyimlarimiz torligi, kiyimlarimiz kaltaligi. Man ahabba qawman hushira ma'ahum. Bu hadisga e'tibor qilamiz. Imom Tabaroniyda kim bir qavmni yaxshi ko'rsa, kim bir qavmni, bir millatni yaxshi ko'rsa, ular bilan birga jamlanadi. Qiyomatda shularning qatorida tiriladi. Man tashabaha biqawmin fahuwa minhum. Kim o'zini bir qavmga o'xshasa, bas u ulardan. Shu g'ayri dinlar yoqyaptimi? Qiliqlari, kiyimlari, yurish-turishlari, siz o'shalardansiz. Kullu nafsin tuhsharu ala hawa. Faman hawal kufra fahuwa ma'al kafara va la yanfa'uhu amaluhu shay'a. Imom Tabaroniyda bu ham og'ir hadis. Har bir jon yaxshi ko'rgan narsasi ustida tiriladi, ya'ni jamlanadi. Bas kim kufrni yaxshi ko'rsa, bas u kofirlar bilan birga bo'ladi, unga uning qilgan amali asqotmaydi. Qilgan amali asqotmaydi, chunki kofirlarni yaxshi ko'radi. Masalan, to'ylarimizdagi urf-odatlar qandan keldi? Kim kofirlarni yaxshi ko'rsa, qiyomat kuni ular qatorida tiriladi, amallari unga foyda bermaydi. Ularni turmush tarziga, urf-odatiga, yurish-turishlariga ergashish, taqlid qilishlik mumkin emas. Duoni qarang. Allohumma la taj'al li khayran ala yadin kafirin aw munafiqin. Duoda qarang. Parvardigor, men uchun biron bir xayriyatni kofirning yoki munofiqning qo'lida qilmagin. Ya'ni menga keladigan yaxshilik kofir yoki munofiqning qo'lidan kelmasin. Nima degani bu? Agar sizga keladigan yaxshilik kofir yoki munofiqning qo'lidan kelsa, ularga bo'lgan muhabbat qalbingizda kuchayib ketadi. Tushunarlimi? Shularga o'xshagingiz kelib qoladi, chunki tirikchiligingiz o'sha orqali bo'lyapti. Vechirinkalarga borish kerak, ko'targanda ko'tarish kerak, va'z tushganda va'z tush kerak. Shularga muhabbatingiz ziyoda bo'lib ketadi. Shuning uchun ko'p aytamiz bu gapimizni. Yosh va bolalarini g'ayri dinlarni yurtiga yuborayotgan kishilar yaxshilab bilib qo'ysinki, farzand uzoq muddat o'shada yashab qaytib kelgandan keyin o'zini muhtiga ko'nika olmaydi. O'zini yurtida yashashni xohlamaydi. Qavmini, ummatini, merosini, madaniyatini, dinini xohlamay qo'yadi. Chunki qalbiga ana shu g'ayri dinlarning muhabbati kirib qolgan bo'ladi.
O'zini yurtiga kelib aytadi, bu yerda deydi, qoloq hamma deydi. Nima bor bu yerda? Nima qilaman bu yerda deydi. Tanisha, eshitgansizlar, nima qilaman deydi. Hech narsa yo'q bo'lsa deydi. U yurtlardagi dunyo ishlaridagi ayrim peshqadamliklarni ko'radi-da, ularning muhabbati qalbiga joylangan bo'ladi-da, o'zini dinidan, oxiratdan bexabar bo'lgandan keyin o'sha tomonda yashashlikni xohlayveradi. Nima qilaman deydi. Man aqoma ma'al mushrikina faqat bariyat minhu zimma. Bu hadis Imom Tabaroniyda. Hadis qarang. Kim mushriklar bilan birga tursa, ya'ni yashasa, shularning orasida, bas zimma undan pok bo'ladi. Undan musulmonlarning zimmasi ko'tariladi. Allohning payg'ambarning zimmasi ko'tariladi. Ha, ta'lim uchun bo'lsa mayli, lekin shu yerga borib yashashlikda afzalda bo'ladigan bo'lsa, musulmonlar orasida yashashdan ko'ra, musulmonlarning Allohning payg'ambarning zimmasidan chiqib ketgan bo'ladi bu odam. Chunki u mushriklarning orasida yashayotgan odam sekin-sekin ko'nikib qoladi. Ozgina vaqt o'tib, qalbida ularga iliqlik paydo bo'ladi. Yana ozgina vaqt o'tib, o'lchovlari o'zini o'lchoviga aylanib qoladi. Asta-sekin ularning qalbi, ularga nisbatan qalbida muhabbat paydo bo'ladi. Qarangda, nasroniylarning yurtlariga borib, oilasi bilan yashab, nasroniy bo'lib ketganlarning xabarini eshitamiz. O'zi musulmonlarning yurtida, musulmonlarning orasida yashab turib, 3-4 so'mmi deb, 3-4 chaqinida turib, murtad bo'lib ketganlarning ham xabarini eshitasizlar. Endi to'laligicha borib oilasi bilan yashayotgan bo'lsa-chi u yerlarda. Shuning uchun o'zini dinini, iymonini, millatini, qadriyatlarini tanib ulgurmagan yosh bolalarini g'ayri dinlarning yurtiga ta'lim uchun yuborayotgan ota-onalar 100 marta o'ylab ish qilsin. 100 marta o'ylab ish qilsin. Aks holda shu farzandidan ajralib qolishning ehtimoli bor. O'shalarda 5 yil, 10 yil o'qib, qolib ketib, ota-onasidan xabar olmayotganlar ham bor. Xabariylar bor bundan. Qalbida rahmat bor insongina yosh bolalarga shafqatli bo'ladi. Laysa minna man lam yarham saghirana. Kichkinalarimizga rahm shafqat ko'rsatmagan odam bizdan emas dedi payg'ambarimiz. Kichkinalarga shafqatli bo'lmagan odam bizdan emas dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga arobiylar kelishdi. Sizlar yosh bolalarni o'pasizlarmi dedi, bag'rilariga bosib. Payg'ambarimiz ha dedi. Ular aytishdi, lekin biz vallohi hech qachon o'pmaymiz bolalarimizni. Payg'ambarimiz aytdilar, Alloh sizlarni qalbingizdan rahmat topib qo'ygan bo'lsa, men nima qilib bera olaman sizlarga? Kichkinalarga shafqatli bo'lmagan odam bizdan emas. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari. Mana endi o'sha g'ayri dinlarga taqlid qilishlikda tug'ilgan kun qilishlik. Shamda sanchiydi. Nechta sanchiydi? Nechta sanchiydi? Deydi. O'shdi. Shunaqa qilayotganlar yo'qmi? Bor. Bu o'shlarga ergashmasmi? Yosh bolalarga bayram qilib bermoqchiman desang, ha u bayram qilib ber. Sham sayma. Yilda 2 ta Eid bayramimiz bor. Shunda qilib ber. Yo'q, ayni tug'ilgan kun qiladi. Nimaga desa, bolalar bog'chasi shuna qilyapti-kan, men qilmasam o'g'lim yoki qizim o'ksiydi qalbi. Bormi shu narsa? Qaranglarda, o'lib ketmaydimi deyish mumkin. O'lib ketmaydimi deyish mumkin. Yo'q, akalar, bu noto'g'ri. Qaranglarda, Lut alayhisalomning ayoli Sadum qavmiga balo kelganda, u ham halok bo'ldi. Halok bo'ldi. Lut alayhisalomni qilayotgan boyagi habis iflos ishini Lut alayhisalomning ayoli qilganmidi? Yo'q, qilmagan edi. Nimaga u ham o'ldi desa, ana shu ishni yomon deb ko'rmagan edi. Qavmini himoya qilgan edi. Qavmi qilayotgan ishni habisligini habis demadi, rozi bo'laverdi. Shuning uchun balo kelib teyaverdi. Nima demoqchiman bu gapim bilan? Agar atrofimizda bo'layotgan habis, munkar gunoh ishni ko'rib turib, bu noto'g'ri, bu yaxshi emas deb turib qalbimizda norozilik bo'lmasa, balki o'lib ketmaydimi desak, beparvo bo'layotgan bo'lsak, shu ishda biz ham sheriymiz. Kim ma'siyatga rozi bo'lsa, bas u mana shu ma'siyatning gunohiga ham sherik bo'ladi. Darsimizning nihoyasi.
Fadamdama alayhim robbuhum bi dhanbihim fasawwaha va la yakhafu uqbaha. Solih alayhisalom o'zining qavmi Samudga mo'jiza qilib, Allohning izni bilan toshning ichidan tuyani chiqarib berdi va temanglar, yomonliklar bilan qo'linglar tegishsanglar, balo keladi dedi. Lekin qavm osilik qildi payg'ambariga. O'zini qavmidan bo'lgan bir toifa kishilar borishdi, tuyani o'ldirishdi. Tuyani so'ygan odam bitta odam edi. Lekin Samud qavmi yoppasiga halok bo'ldi. Nima uchun? Chunki hammalari rozi edi shu ishga. Biz ham atrofimizda bo'layotgan munkarni ko'rib turib, eng kamida qalbimizda nafrat bo'lmasa shu ishga, noto'g'ri bo'lyapti degan narsa bo'lmasdan beparvo bo'lib ketayotgan bo'lsak, demak rozimiz bunga. Demak, shu ishning gunohi bizga ham tegadi. Mahallamizda aroq sotiladi. Eng kamida yomon ko'rib qo'ya olmaymizmi? Qo'lingizdan kelsa borib nasihat qiling. Bo'lmasa borib qaytaring sotmaradi deb. Shuning uchun Umar ibn Hattob aytar edi, agar bir shaharning aholisi hammasi bir bo'lib kelishib bitta odamni qatl qilib qo'ysa, mana shu shahar aholisini hammasini qatl qilaman deydi. Chunki hammasi mana shu ishga nima edi? Rozi bo'lgan edi. Abu Dovuddan keltirilgan hadis: "Iza umilat al-khati'a fil ard, kana man shahidaha fakarihaha, va qala maratan fa ankaraha, kana kaman g'aba anha." Agar bir yerda, ya'ni bir qishloqda, bir shaharda bir xato, gunoh sodir qilinsa, shu yerda turib unga rozi bo'lmagan kishi, bir rivoyatda inkor qilgan kishi bu gunohdan uzoq turgandek bo'ladi. Siz turgan shaharda gunoh bo'ldi, siz norozisiz, siz bu gunohdan uzoqsiz. Bu ishlarning gunohi yetmaydi. Ammo unga beparvo bo'lib, to'g'ri bo'lyapti desak, o'sha yurtda bo'layotgan gunohga biz rozi bo'lganligimiz uchun biz gunohkor bo'lamiz. Agar ularni eshitib turib, unga nisbatan qalbingda norozilik paydo bo'lmasa, aksincha rozilik bo'lsa, demak sen ham o'sha gunohga sheriksan. Garchi uying ulardan minglagan kilometr uzoqda bo'lsa ham. Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'ladigan yo'lga barchamizni muvaffaq qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.